Sizlar bilan men Pepcraft. Hozir men sizlarga blog bilan qanaqa men qanaqa videolar qanaqa qilishimni o'rgataman. Mana jun tepaga chiqib olamiz. Ovoz pastligi yaxshi, to'g'rimi? Mana birinchisi oddiy qurish. Mana bunday yurib turib bunday qurishlar. Endi bunday qilib turib menga qarab yurish. Bunday qilib turib shunaqa qilib turishlar ham yuradi. Keyin boshqacha uslubi ham bor. Men oldiga qarab turib bunday tez bosishlar kerak lekin u uchun. Ashuna tez bossanglar keyin quriladi. Yoki mana orqa masasi yurib turib bunaqa qilsanglar ham faqat uning uchun menga bunday moslab olib, bunday moslab keyin bunday turib olib shunaqa qilsanglar, lekin tushib ketish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Endi undan keyingisiga o'tsak. Mana endi buniyog'i endi prolik uchun qarang. Bunday qilib olib turib yurish bilan blok qo'yish teng boshlaylik. Faqat u shu nastroykaga o'xshaydi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa qilib qilishingiz mumkin yoki bunday ham qilishingiz mumkin. Xuddi shu yo'lni faqat orqa machasiga. Lekin bunda ham tushib ketishingiz ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi do'stlar. Keyin boshqachasiga nima desam bo'ladi? Bunday qilib turib kursinglar ham oldiga qarab. Bunday qilib turib sakrab, bunday qilsanglar ham bo'ladi, qurib. Yursanglar bo'ladi. Bunday sakrab turib. Lekin qo'yta ko'rganlardek mana bitta blok isrof bo'ladi. Bunday bitta blokni nima qilishingiz kerak? Bitta blok tayyorlasizlar. Lekin buni boshqacha yo'li ham bor. Buni boshqacha yo'li mana. Shunday ham blokni yoniga kelib turib, blok qo'yish, birinchi blok qo'yishni boshlasizlar, keyin yurishdi. Qarab turinglar. O'ta ham tez bo'ladi bunga. Pastga ham qo'yilib ketishi mumkin lekin bu. Mana shu ko'rdinglarmi, oldiga qo'yildi. U blok isroflanmasligi uchun shuni sakrab qursanglar ham bo'ladi. Men videoda asosan shuni ishlataman. Boshqachasiga ham qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Lekin Minecraft bilmaydigan endi qo'shilganlar uchun bunday qilib yurishadi ular. Shunday qilib yurishadi. Bundan ko'ra unchalik bilmasa bunaqa qilishdi, bunday oldiga qo'yib yurgan yaxshi. Keyin men sizlarga yana bittasini o'rgatadigan bo'lsam, bunday kelib turib mana shunday qiyin bo'ladi. Keyin esa endi men nima ko'rsatmoqchi edim aytaymi? Bunday qilib turib yo'q, o'xshamadi. Qarab turinglar. Brat. Xullas, men nima qilmoqchi edim? Bunday qilmoqchi edim. O'xshamayapti-yu. Ko'rdinglar? Shunaqa qilmoqchi edim. O'xshamayapti bolalar. Ko'rdinglar? Keyin aytmoqchi sizlarga bitta narsa qilmoqchi, ko'rsatmoqchi edim. Qaranglar. Agar
Bunday blok ila qolmasa ham nima o'tishni iloji bor. Manaqa katta joyda sakrab o'ta olmaysizlar, to'g'rimi? Blok ila qolmagan. Nima buzish uchun ham nima tosh faqat desanglar, tentani qo'yasizlar serverda bo'lsa ham. Bunday o'zi avtomatik ishga tushadi u. Keyin bunday qilib turib, bunday poylar nima qilib turib, o'xshamay qoldi do'stlar bu safar. Bunday qilib turib, ne sakrab o'tib ketishinglar mumkin. Ko'rdilar, ne sakrab o'tkazib u bomba. Faqat onni olmay qoldilar. Birovni kelmagan bo'lsa o'lasizlar. Keyin ne o'tadi?